Assalomu alaykum barchaga. Yuridik kompaniyasining rahbari Behruz Murodov bo'laman. Hozirgi kunda umuman dolzarb mavzulardan biri davlat tekinga uy-joy bilan ta'minlaydimi yoki tekinga uy beradimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savol xalqimiz orasida juda ham ko'p, juda ham qiynaydigan mavzu. Endi O'zbekiston Respublikasining Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to'g'risidagi qonuni 7-moddasiga binoan fuqarolarning jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalari olib qo'yilishi munosabati bilan uylari buzilishi natijasida agar ularga buzilgan uylar evaziga pul tovoni to'lanmagan bo'lsa, Davlat uy-joy fondi uylaridan olgan turar joylari, shuningdek tabiiy ofatlar oqibatida uylari buzilishi munosabati bilan olgan kvartiralari, bu kvartiralar qachon ajratilganidan qat'iy nazar ularga yoki ularning vorislariga tekinga beriladi degan norma bor. Ya'ni masalan kam ta'minlanganman yoki qanaqadir, endi hozirgi kunda bu kategoriya yo'q, lekin uy-joyga muhtojman yoki boshqa talablarni qo'yishadi, hokimiyatlarga borishadi, boshqa narsalar qilishadi, lekin bu kafolatli emas. Bu yerda aytilishicha, jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilgan taqdirda sizga nisbatan kompensatsiya sifatida mana shu tekinga uy berilishi mumkin qonunchilik bo'yicha. Lekin sizning talabingizga ko'ra mana bunaqa uy olish mumkin yoki boshqa narsa qilish mumkin degan narsalar aynan qonunchilik bilan mustahkamlanmagan. Faqatgina subsidiya asosida, davlat ko'magi asosida yoki kreditlar asosida uy-joy olishingiz mumkin. Biz bilan doimiy mana shu maslahatlarimizni bilib borsangiz, o'zingiz uchun albatta foydali bo'ladi.